Payshanba kuni Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi va Angliya tashqi ishlar ministri Raab telefonlashgan bo'lib, ikki taraf Afg'oniston vaziyati, ikki davlat munosabati va boshqa aloqador temalarni muzokara qilgan. Xabarlarga qaraganda, Wang Yi xalqaro jamoatni Afg'onistonga texnik ko'p besim ishlatishning o'rniga Afg'onistonning o'tkinchi davri va yangi hukumat qurish jarayonida kuchli qo'llash va yetakchilik qilishga chaqirgan. Türkiye jamoat fikrini Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlariga qaratish uchun Turkiyadagi bir turkum Uyg'ur yoshlar tarafidan 2021 yil 8-oyning 2-kuni Turkiyaning Bursa shahrida Anatoliya safari boshlangan edi. Bursada 4 kunlik tashviqot faoliyati va rasm ko'rgazmasidan keyin guruh a'zolari Konya, Qaysari va Adana shaharlarida namoyish, imzo to'plash va rasm ko'rgazmasi qatorliq faoliyatlarni o'tkazib, Turk xalqini mazlum Sharqiy Turkistonliklarning faryodlariga sukut qilmaslikka chaqirdi. Bu faoliyat Türkiye'nin her qaysi joylaridagi xalq va ommaviy tashkilotlarning qo'llashiga erishmoqda. Afg'oniston davlat futbol komandasining mohiri Zogi Anvarining Kabul aerodromida Amerika aeroplanidan tushib ketib qazo qilganining biri ekanligi o'tirg'a chiqdi. Endi bir tarafdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres agar rahbarlik aniq bo'lsa, Talibanlar bilan suhbatlashishga tayyor ekanligini bayon qildi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Yevropani ko'chmanlar masalasida texnik ko'p mas'uliyatni ustiga ilishga chaqirdi. U Turkiyaning Yevropaning musofirlar ombiri bo'lish majburiyati yo'q dedi. O'zbekistonda Xitoy virusi yuqumi sababidan hayotidan ayrilganlarning soni mingdan oshib ketdi. O'zbekiston Sog'liqni ministrligining bayonotiga qaraganda, o'tgan 24 soat ichida 386 kishiga o'pka yollig'i deb diagnoz qo'yilgan, 844 kishida Xitoy virusi bayqalgandan keyin umumiy yuqumlanuvchi soni 146,456 ga yetdi. Shimoliy Afrika dengiz qirg'og'idan Ispaniyaning g'arbiy janubidagi Kanari orlig'iga bormoqchi bo'lgan 40 qonunsiz ko'chmanni elib mangan kema Atlantik okeanda cho'kib ketib, 39 odam hayotidan ayrildi.